Futsal Profissional é um canal de melhores momentos do futsal mundial. Se gostar do vídeo, inscreva-se no canal. Hushtak chalindi. Anatoliy Rubakov va Nikita Adinagenov to'pni sherigiga qoldirdi. Va zarba! Qanday yaxshi. Elbek. Endi ruxsat berildi. 4 soniya ichida to'pni o'yin kiritish kerak. Ahmedzanovdan zarba. Ya'ni bir-biriga moslashib olish uchun tarkib o'zgarishi mumkin. Yaxshi imkoniyat nazarimda, xato va gol. Rikoshet orqali to'p kirib ketdi. Akbar Usmonovning xatosi. Akbar tushunmay qoldi o'zi nima qilganligini. To'p darvoza to'siniga tegib pastga tushdi va o'shanda ham darvoza to'riga kirib ketmagan edi, lekin keyin O'lmasbekov qo'llar nimalar bo'lyapti? Burchak zarbasi. Yana bir imkoniyat darvozabon. Unda ham o'zingni ko'rsatishing kerak. Yaxshi o'ylanma, chiroyli pas, zarba. Mumkin edi Uchimura. Vaziyatlar yaratishyapti Odilov. Yana xato. Amroyev, To'lqinov, Elbek. Fol bormidi? Gol. Fol bor deb o'yladi hozir Elbek. Hakamlar esa o'yinni davom ettirishdi va Yaponiya terma jamoasi ikkinchi golni urmoqda. Darvozabon aytayapman-ku, tushunmay qoldi vaziyat. Var yo'q. Bor ekan Yaponiyadan ham muxlislar. Qani qo'yilikchi. Gol bor ekan nazarimda. Gol bor ekan. Bitta gol hammasini joyiga tushirishi mumkin. Opa! Vaqtliroq aytmayman bu so'zlarni. Bitta gol uringlar deb. Nishonov berish kerak. Va shu tariqa o'yin Ahmedzanovda yaxshi imkoniyat hozir Ibragimov. Nishonov yaxshi Ahmedzanovdan zarba, darvozabon to'pni qaytarib. Voy, yana bitta xato. Zarba. O'lmasbekov. Usmonov zarba, darvozabondan say. Yana o'tkazib yuborishyapti. Bu safar Samiyev ulgas. Voy! Tezroq 5. Opa! Zarba kerak. Zarba! Bunday vaziyatlarda aynan shunday qaror qabul qilinadi degan javobni oldim. Do'stlar, ikkinchi bo'lim bosimni kuchaytirishyapti. Odilov zarba bersa bo'ladi. Yaxshi imkoniyat. Sadiyevdan zarba, darvozabon. Qirg'iziston va Falastin. Op. Xato va Yaponiya 3-golni uryapti. 3-raqamdagi o'yinchi Shunta Uchimura. Baribir boshqacharoq bo'ladi. Muxlislarimiz buni yaxshi. Mana bu kam Ahadjonov. Yana to'p o'tdi va yig'inlar bor. Akbar, darvozabon to'pni qaytardi. Lekin tezligi zo'r emas ekan. Zarba! Oxirigacha. Voy! Yaxshi Elbek, yaxshi pas, xavfli vaziyat. O'lmasbekov. Samiyev boryapti, Samiyev. Opa! Qaytarib yubordi. 7 daqiqa vaqt. Zarba! Qanday chiroyli pas va sariq kartochka. Uramiz. Sakrash kerak emas. Zarba! Hamroyev. Ay. Bitta bunday oshirish kerak emas edi-da. Markazda turib
To'pni bunday oshirish kerak emas. Mana shu uzatma noto'g'ri. Markaz Ahadjonov. Hop. Voy! Ilhom. Vaqtga qaranglar. Yaxshi. Voy, mana shu Ahadjonov. Odilov, yaxshi. To'p Zosining qo'liga tegdi, lekin hakamlar oldi. Tugadi vaqt. Você acabou de assistir os melhores momentos de Uzbequistão e Japão, amistoso internacional de futsal. Quer assistir mais vídeos? Eu vou deixar os melhores aqui na tela final.